Wordda ajoyib trikni ko'rib o'tamiz. Siz ham mana shu nuqtalarni hali ham qo'lda qo'yib chiqasizmi? Unday bo'lsa, ushbu video siz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bizga ma'lumki, kitob, qo'llanma dissertatsiyalarning muddarajasini raqamlashda mana bu holatdagi nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Buni hali ham klaviatura orqali bosayotgan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni avtomatik ravishda nuqtalarni qo'yish. Buning uchun bizni birinchi qiladigan ishimiz mana bu lineykani ko'rinish holatiga keltirishimiz kerak. Agar siz mabodo shu lineyka yo'q bo'lsa, vid qismida lineyka qismini bosamiz. Va ana shu nuqtalar qo'ymoqchi bo'lgan matnlaringizni blokka olasiz va yuqorida lineykada qaysi qismgacha borish kerak. Sichqonchani chap tugmasini bir marta bosasiz. Hosil bo'lgan ushbu All Level Crime qismini 2 marta tez bosib olamiz. Mana bu yerdagi Zapolniter qismidan ikkinchi, ya'ni nuqta tanlaymiz va OK tugmasini bosamiz. Va ana shu raqamlamoqchi bo'lgan matn oxiriga kursorni bosib, tab tugmasini bosamiz. Mana qarabsizki, avtomatik ravishda nuqtalarimiz bir tekisda joylashadi. Mana shu kabi triklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling.